ishi og'ir. Biz sharoit yaratib bera olmaganmiz. Bitta sinfda 45 ta bola o'tiribdi, u ham odam. Bilamiz o'qituvchi sabrli bo'lish kerakligini, bilamiz o'qituvchi hamma qatlamdagi bolalarni past balaniga muvozanatli bo'lish kerakligini, bilamiz hamma tomonlama. Ming sharoit yaratib bergan taqdiringizda ham o'qituvchining ishi ham juda stressli, depressiv ish. U 45, 46, 47 yoshdan keyin bolaga nisbatan o'zini tuta olmay qolyapti. Siz aytganingizdek, charchayapti u ham. Ishi og'ir. Hozir xavotirimiz o'rinli deb o'ylayman. Maktab chayqalib ketadi. O'zi hozir bolalar juda og'ir bolalar. Ota-onalar chidolmayapti bolasiga. Biz o'qituvchini mani bolamga nisbatan keng bag'ir bo'lishini xohlayapmiz. O'zingiz bo'la olmaysiz hatto bolangizga nisbatan bir xil paytda keng bag'ir. To'g'rimi? Erkak o'qituvchilar maktabdan nima chiqib ketgan? Maktabdan erkaklarning chiqib ketgani qattiqqo'llikni keskin cheklov urishi oqibatida bo'lgan. Maktabga kerak qattiqqo'llik. Qattiqqo'llik zarur tarbiyada. U tarbiya bilan shug'ullanadigan maxsus tarbiyachilar bo'lsin. Fizika o'qituvchisi fizikasini bersin. Mas'ulligi uni ta'lim berishda bo'lsin, o'rgatishda bo'lsin. Hozir umuman g'amxo'rlik qilmading deb o'qituvchini ishdan haydayapmiz. G'amxo'rlik qilish uchun sharoit yaratib berib qo'yaylik. Bizda tarbiyani hech kim ilmiy tadqiq qilmaydi-ku. Va o'shaning uchun qonunni agentlik olib kirib o'tiribdi, vazirlik emas. Biz hozir bolani himoya qilamiz deb uni ustozdan ayirib qo'yapmiz. Yomon o'qituvchini jazolash kerak. Yomon o'qituvchini to'g'ri jazolash uchun to'g'ri qonun qabul qilishimiz kerak. Hozirgi qonunimizni biz to'g'ri qonun deb o'ylamayapmiz. Bu yetarli darajada emas, bu juda keng ta'sir qilib yuboryapti va aksi ta'sir ko'rsatish ehtimoli bor. Bu pedagogni qiyinlashtiruvchi sharoitni boshqa qonunlar bilan ham mustahkamlab yana olib kelishyapti. Bolaga ortiqcha gapira olmasa, bolaga ikki og'iz urushib bera olmasa, yomon o'qiyotgan bolaga yaxshi o'qi deb qattiqroq gapira olmasa, o'zi zo'rg'a ushlab turgan tizimimizni hozir butunlay izdan chiqarib yuboramiz.